Belgiyadagi AQSh yadroviy qurollari saqlanadigan NATO harbiy bazasi ustida 2 marta dronlar qayd etilgan. Belgiya mudofaa vazirining ma'lum qilishicha, aviabaza yaqinida bir necha dronlar kuzatilgan. Katta dronlar harbiy obyekt ustidan yuqori balandlikda uchib o'tgan. Bu odatiy parvoz emas. Ularning maqsadi harbiy baza bo'lganligiga ishonchim komil, deydi Belgiya mudofaa vaziri. Shuningdek, u bazadagi dronlarga qarshi tizim samara bermaganini qayd etgan. Dronlarni politsiya vertolyotlari guruhi ta'qib qilgan, biroq bir necha kilometrdan so'ng ular bilan aloqa uzilgan deya qo'shimcha qildi Belgiya mudofaa vazirligi. Ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, ushbu bazadan NATO kuchlari foydalanadi va u yerda Qo'shma Shtatlarning yadroviy qurollari saqlanadi. Janubiy Koreya Shimoliy Koreyani kuzatish uchun razvedka sun'iy yo'ldoshini uchirdi. Yonhap agentligi. Bu 2025-yil oxirigacha yakunlanishi rejalashtirilgan 5 ta harbiy sun'iy yo'ldosh uchirish dasturining birinchi qismidir deya xabar bermoqda agentlik. Mamlakat rasmiylarining aytishicha, mazkur sun'iy yo'ldoshlar Shimoliy Koreyadagi vaziyatni yanada aniqroq kuzatish hamda Qo'shma Shtatlarning sun'iy yo'ldosh orqali olinuvchi ma'lumotlarga bo'lgan qaramlikni kamaytirishga yordam beradi. Eron prezidenti mamlakatdagi yadroviy obyektlarni tiklashga va'da berdi. Reuters agentligi. Mas'ud Pezeshkian bu haqida ommaviy axborot vositalari vakillari bilan muloqotda ma'lum qildi deya xabar bermoqda agentlik. Tehron o'zining yadroviy dasturi obyektlarini yanada keng ko'lamda qayta tiklaydi. Mazkur dasturning maqsadi yadro qurolini yaratish emas. Eron yadro dasturi fuqarolik maqsadlariga yo'naltirilgan, dedi prezident. Ukraina bosh vaziri boshqarmasi Pokrovsk hududiga maxsus kuchlarni yubordi. BBC nashri. Nashrning Ukraina armiyasidagi manbalarining xabar berishicha, Pokrovsk hududida bosh razvedka boshqarmasining maxsus kuchlari mudofaani ushlab turgan Ukraina qo'shinlarining ta'minot yo'llarini himoya qilish uchun yuborilgan. Operatsiyani Gril Budanov shaxsan boshqarmoqda. U jangovar harakatlar hududida bo'lib turibdi. Reuters agentligi ham shunga o'xshash ma'lumotlarni keltirgan va kamida 10 nafar Ukraina maxsus kuchlari harbiylari Black Hawk vertolyotidan tushayotgan aks etgan videoni e'lon qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'z hisobotida Ukrainaning 15 kishidan iborat maxsus guruhi butunlay yo'q qilinganini da'vo qilgan. Eron yadro dasturi bo'yicha muzokaralarni tiklashga doir taklif oldi. Eron Tashqi ishlar vazirligi. Ukrainadagi Shimoliy Koreyalik harbiy asirlar o'zlarini Janubiy Koreyaga topshirishni so'ramoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Shimoliy koreyslarning ushbu iltimosi Janubiy Koreyaning tegishli tashkiloti huquq himoyachilari tomonidan tayyorlangan hujjatli film uchun berilgan intervyu chog'ida bildirilgan. Suhbat 28-oktyabr kuni Kiyevda yozib olingan. Ukraina dronlari Rossiyadagi portga zarba berdi. Reuters agentligi. Nashrga ko'ra, Krasnodar o'lkasi Tuapse shahrida uchuvchisiz uchish apparati hujumidan so'ng tanker va neft terminali zarar ko'rgan. O'lka operativ shtabining xabar berishicha, dron parchalari tankerga tushgan. Kema palubasi shikastlangan. Ekipaj evakuatsiya qilingan. Kemada yong'in yuz bergan. Jabrlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Ta'kidlanishicha, hujumga uchragan portda Rosneft kompaniyasiga tegishli neft terminali va neftni qayta ishlash zavodi joylashgan. Rossiyaning portida Xabarovskiy atom suv osti kemasi dengizga tushirildi. Bu haqida Rossiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Ushbu suv osti kemasi maxsus qurollar va robotlashtirilgan vositalar tashuvchi bo'lib, Rossiyaning jahon okeanidagi manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish imkonini beradi, deyiladi vazirlik bayonotida. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat yadro dvigateli bilan jihozlangan Buravestnik qanotli raketasi va yadro energiya tizimiga ega Poseidon suv osti quroli sinovdan o'tkazilganini ma'lum qilgan edi.